yoshlarimizda hozir mana Milliy tiklanish partiyasi targ'ibot qilayotgan paytimizda uchraydigan bir masala borda, o'ziga xoslik bor. 21-asr, sizlar nimalar haqida gapiryapsizlar? Dunyo ilgarilab ketdi, sizlar orqada qolib ketdinglar degan gaplarni gapirayotgan paytda bir xil bizni yoshlarimizni ham ko'nglida ozgina siljishlar, ikkilanishlar, xavotirlar paydo bo'lib qoladi-da. Aslida biz har doim bir narsani aytishga haqlimiz va aytishimiz kerak, davom etishimiz kerakki, rivojlangan dunyo kapitalga ega bo'ldi, sharoitga ega bo'ldi, lekin o'zligini yo'qotdi. Va o'zligini yo'qotganligini angladi bugun. Angladi va uni izlashni boshladi. Uni izlashi va uni tiklashi yo'llarini qidiryapti. Biz hozir o'jarlik bilan ularni qilgan xatosini qilib, ularni kelgan joyiga bormoqchi bo'lyapmiz. Keyingi davrda g'arbdagi siyosiy faylasuflar o'zlik masalasida katta fundamental asarlar yozyapti. Mana Identity degan kitob yozdi. U yerda, ya'ni biz kimmiz va kelajakda qanday bo'lishimiz kerak degan masalalarni qo'yyapti. Ya'ni bu 50 yil, 30 yil oldin bunday masalalar aktual ko'rinmas edi-da. Ya'ni butun o'sha kollektiv g'arbga qaraysizmi yoki boshqa davlatlarga qaraysizmi, hammasi ritorikada ultraliberal yoki liberal, saylov urnasiga borganda konservatorlarga ovoz berib yuboryapti. Nima uchun? Chunki o'sha ma'lum bir chora-tadbirlarni ko'rishga intilish, o'sha markazga yaqin o'nglarni kuchayishiga, ya'ni bu global davrdagi ijtimoiy buyurtma sifatida ko'rinyapti-da. Hozir Kamoliddin aka masalan bitta kichik bir xulosa deganga o'xshagan narsani ko'rindi. Konservatizmni bugungi kundagi rivojlangan insoniyat tanlashini sababi insoniyat kapital izladi, imkoniyat izladi, yaxshi hayot izladi va erishdi, lekin orqasiga qarasa nimanidir yo'qotib qo'ygan. Va o'sha yo'qotib qo'ygan narsasi nima ekanligini izlab, o'zlik degan tushunchaga kelyapti va izlanyapti shuning ustida. Bizda esa biz hali kapitalga ega emasmiz, yaxshi hayotga ega emasmiz, sharoitlarimiz yaxshi emas, lekin o'zligimizni yo'qotish hisobiga biz ham ularni borib kelgan joyiga borib kelishimiz kerakmi? Yoki hozirdanoq o'zlikni himoya qilib borsak bo'ladimi bu tomonda? Juda ham aktual masala. Immunitet yoki mafkuraviy immunitet bu fundamental o'zlik masalasida aslida. Ya'ni biz ba'zi bir terminlarni ko'p ishlataverib, ijtimoiy tafakkurda uning ta'sirchanligini biroz yo'qotib qo'yganmiz. Yoki birinchi ma'muriyat davridagi o'sha teskari reaksiya ham borda, lekin aslida bu millat taqdiri masalasi. Jamiyatdagi fundamental qadriyatlarni bittasi ikkinchisiga qarama-qarshi qo'yilmasligi kerak. Konstitutsiyaga ko'ra huquqiy demokratik davlatmiz. Global sharoit bu global erkinlik. Ya'ni birinchi ma'muriyatning strategik xatosi o'sha milliy mafkuraga, milliy o'zlikka, demak mafkuraga katta e'tibor berdi. Lekin yagona qilgan strategik xatosi ihotalash orqali qildi. Ya'ni erkinlik orqali emas. Tashqariga chiqqan yoki o'sha global dunyoga chiqqan O'zbekistonlik yoki o'zbek shartli ravishda o'zini yo'qotib qo'ymasin, o'zligini yo'qotmasin. Yaxshi bitta izoh berdingiz. Boshqa bitta savol o'z-o'zidan tug'ildi. Mana biz bundan bir qancha vaqt oldin bir savolni ko'targan paytimizda qaysidir ma'noda ham tanqid, ham qo'llab-quvvatlashlarni ko'rdik. Ikki xil yondashuvni ko'rdik. Masalan, oddiy bitta misol. Hamma millat o'zligini o'zi uchun boylik sifatida ko'rish kerak. Bu jumladan til, jumladan qadriyat. Bugungi tezlashgan manfaatlar dunyosida inson o'zini manfaatlarini olish uchun ko'nikmalarini oyoqqa turib olganda va tezlikka olgan paytida amalga olishi mumkin. Masalan, bugun agar svarishchilikni bilmaydi, lekin svarishchilik juda yaxshi daromad. 3 oy yaxshi harakat qilsa, o'sha kasbni o'rganib olish imkoniyati bor. Bu narsalarni yo'l-yo'lakay o'rganib ketish mumkin, ko'nikmalarini shakllantirib ketish mumkin. Lekin o'sha boshida boy bergan qadriyati bilan bog'i uzilib qo'ygandan keyin, qadriyati bilan bog' uzilib qolgandan keyin o'sha boyagi xotirjamlikni yo'qotadi-da, qancha imkoniyati bo'lishidan qat'iy nazar. To'g'rimi? Demak, o'sha g'arb davlatlaridagi ilmga biz har doim e'tirof etamiz, tan beramiz. Ularda tahlil qilib agar shu masalada, chunki bundan agar adashmasam 3-4 yil oldin ham Angela Merkel hali kanslerlik paytida aytgan edi. Germaniya o'zini 100 yillik kelajagini faqatgina insonlarini ma'naviy tiklashga ko'rayapti degan fikrni Angela Merkel gapirgan edi. Dunyo qarashini shakllantirishga qaratilgan qadriyatlar bloki G'arbda, Yaponiyada, Janubiy Koreyada nihoyatda katta. Bizda juda ham slabый. Birinchi sotsializatsiya etapi aynan shu maktabda eng katta maktab. Masalan, bu Avstriya maktabiga e'tibor bersak ham yoki Amerikada ham xuddi shu narsani O'zbekiston o'rganib ko'rish kerak deb o'ylayman, Alisher aka. Tariximizni qaraydigan bo'lsak, Turkiy bo'lib dunyoga tanilganimiz va Turkiy bo'lib Yevrosiyo kontinentini boshqargan bir paytlar
Buni asosiy sababi oilaviy institutlar juda kuchli bo'lgan. Afsuski bu haqiqatdan tanlashga eroziga uchrayapti. Nima kuchli bo'lgan bizda? Bir nechta oila, bir nechta avlod vakillari birga yashagan. Bobosi, farzandi, nevaralar birga yashagan. Har bitta urf-odatimizni tagida minglab o'tgan avlodlarimizni tajribasi turibdi. Bu qadriyatlarni tiklashimiz kerak, qanday qilib bo'lsa ham. Busiz bizni turkiyligimiz yo'qoladi. Bu bizim haligi umumiyligimiz yo'qoladi. Eng katta bir insoniyat tarixida erishgan sivilizatsiyada yutuqlarimiz yo'qolib ketyapti. Bitta narsaki, biz qadriyatlarimizni himoya qilishda kimlargadir moslashishga majbur emasmiz. Qaytanga o'jarlik bilan buni himoya qilishga davom etishimiz kerak. Bu hech qanaqa qoloqlik emas. Bu o'zimizni qadriyatimizni himoya qila olmasak, o'sha yo'qotilgan xatolarni biz ham qilamiz va ularda tiklanish imkoniyati bor. Kamoliddin aka juda yaxshi aytdilar. Bugungi dunyoga hamma teng kirib kela olmadi. Kimdadir katta imkoniyatlar bor, kimdadir yo'q. Bugun Amerikadagi bor kapital bizda yo'q. Amerika bugun o'zini transformatsiya qilish uchun qaysi ma'nolarda o'zgartirishga harakat qilishga imkoniyat, resurslari bor. Lekin biz bitta xato qilsak, xato, bitta zavodda, bitta iqtisodiy qilgan xatoyimizni tuzatib olish uchun imkoniyat topa olmayapmiz, resurs topa olmayapmiz. Lekin inson kapitali nuqtai nazardan insonda yo'l qo'yilgan xatolarni tiklab olish uchun bizda 2-3 barobar menimcha imkoniyat bo'lmaydi. Ana o'shaning uchun odamlar yozyapti. Mana ijtimoiy tarmoqlarda hatto yozyapti. Biz partiyangizga a'zo bo'lmoqchimiz, partiyangiz bilan birga ish qilmoqchimiz. Mana shu kayfiyat paydo bo'ldi. Siyosiy partiyani o'zimda o'ylab qaraydigan bo'lsak, davlatda hozir biz intilib qidirayotgan bir narsa, har bir fuqaroni davlat boshqaruvidagi ishtirok imkoniyatida bu aslida katta bir huquq, imkoniyat berilgan. Intilishimiz shunga, shu yo'lda. Lekin bizni agar qo'llab-quvvatlashmasa shu yo'lda, misol uchun-da, biz qayerdan olamiz u quvvatni? Har qanaqa qudratli siyosiy partiya yelkasini xalqqa qo'yadi. Agar o'sha yelkasini qo'yadigan joyda hech kim bo'lmasa, tanqid qiladigan blogerlardan boshqa, siyosiy partiya ham zaiflashib boraveradi.